Azizxon Asrorovich, TIFda grant olish imkoniyatlari haqida ham ochiq aytib o'tsangiz, kimlar qay tartibda grant ola olishadi? Men bir narsani aytib o'taman. Bugungi kunda barcha universitetlar, xususiy universitetlar, xorijiy universitetlarning O'zbekistondagi filiallari juda ham ko'p grant taklif qilishyapti abituriyentlar uchun, lekin bir narsani ishonch bilan ayta olamanki, TIF universiteti tomonidan taklif qilinayotgan grant birinchidan soni jihatidan katta, 500 ta talabaga, 500 ta iqtidorli talabaga biz grant taklif qilyapmiz va grantni agar shartlarini ham ko'radigan bo'lsangiz, bu juda ham jozibali va asosan intellekt uchun, bilim uchun taqdim qilinadigan grant hisoblanadi. 25% dan 100% gacha grant olish mumkin abituriyentlar bugungi kunda. Qanday qilib? Agar abituriyentda maktabni oltin medal bilan tugatgan bo'lsa yoki asosan barcha fanlari 5 bahodan iborat bo'lgan qizil shahodatnoma, imtiyozli shahodatnoma bo'ladigan bo'lsa, fanlar kesimida milliy sertifikatdan eng yuqori natijalarni olgan bo'lsa, IELTS darajasi, til bilish darajasi yoki TOEFL yoki koreys tilida, bizda koreys filologiyasi ham bor, koreys tilini bilish darajasi bo'yicha topik darajaga ega bo'lsa, shuningdek SAT da 1350 dan yuqori bo'lsa, 100% gacha 2 yilga 100% gacha grant olish mumkin. Tasavvur qiling, iqtidor orqali abituriyentlar 2 yil davomida hech narsa to'lamasdan o'qishi mumkin. Bu grantlarni biz nima uchun joriy qilganmiz? Endi agar ochiq aytadigan bo'lsak, xususiy universitetlar grant taqdim qilish orqali o'ziga kelish mumkin bo'lgan qanchadir mablag'dan voz kechadi. Bizning asosiy maqsadimiz, agar har bir postlarimizda, ijtimoiy tarmoqlardagi e'lonlarimizda grantni ochiq oydin e'lon qilyapmizki, barcha abituriyentlar uchun ochiq bo'lsin deb va bugungi kunga qadar 100 ga yaqin shunaqa intellekt egalari tashrif buyurishdik abituriyent sifatida. Ularning orasida SAT'si 1400 gacha bo'lgan bitiruvchilar bor. Barchaga ma'lumki, kimda SAT 1200 ball bo'lsa, bugungi kunda qonunchilik asosida davlat universiteti 4 yillik grant kafolatlangan. O'zgarmaydi, kafolatlangan 4 yillik grant. Lekin SAT'si 1400, 7,5, 8 IELTS bor talabalar, abituriyentlar tashrif buyuryapti bizlarning grantimizga erishish uchun. Ya'ni ularga men savol beryapman. Shu ko'rsatkichingiz bilan siz davlat universiteti 4 yillik grantni qo'lga kiritishingiz mumkin desam, yo'q, biz TIF universitetini tanladik. Chunki deb, endi hozir buni ekranda ayta olmayman, chunki deb va davomini aytsa biz xursand bo'lamiz. Yuzga shu o'tgan yili ham juda ham ko'p iqtidorli abituriyentlarga grant bergan bo'lsak, bu yil ham qariyb 100 ga yetdi ularning soni. Hali qabul jarayoni yarmi muddatiga keldik, lekin 100 ga yaqin iqtidor egalari aynan TIFni tanlaganlari bu meni xursand qiladi. Bu Qoraqalpog'istondan tortib to O'zbekistonning bu chekkasigacha, vodiy chekkasiga bo'lgan yoshlar o'sha hududdagi xususiy universitet tanlamasdan yoki Toshkentga kelguncha yo'l-yo'lakay nechta viloyatda xususiy universitet bor, ularni tanlamasdan aynan bizni universitet tanlagani, demak biz ta'lim yo'lida to'g'ri yo'ldamiz. Sifatli ta'lim, zamonaviy ta'lim. Hozir birinchi savolimga javob berganimdek, mehnat bozoridagi ish beruvchilarning talablari asosida nazariy va amaliy bilimlarni berayotganimiz, bu o'zi sarafan marketing bo'lib tarqalib O'zbekiston hududiga tarqalyapti.